Ассаламу алейкум, хамага. Можешь даже мне прицепить эту штучку, чтобы всем было меня хорошо слышно. Микрофон, микрофон. Mikrofon bilan manimcha ishlamaydi. Ishlamaydi? Anaqa bo'lib qolishi mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Biz mana sizlar bilan birgalikda operatsiyondan gaplashyapmiz. Bu patsientimizga judayam chiroyli qilib plastikasini o'tkazyapmiz. Alhamdulillah, tugatay deb qoldik. Вообще прям результатлari Allohga shukr, hammasi zo'r chiqyapti. Завершающий ishimiz qoldi. Знаете, что хочется сказать? Har bir ayol o'zini обязательно sevish kerak, yaxshi ko'rish kerak. Savollaringiz bo'lsa qoldirsanglar bo'ladi. Men javob berib o'tiraman. Hozir menga SMM qizimiz Muslimaga o'qib berib turadilar. Savollar bor ekanmi Muslima? Пока нет. Пока нет. Хорошо. Все, отлично. Qanday havo chiqishi, qanday ovoz chiqishi, bu jinsiy aloqani вообще дискомфорт bo'lishi, og'riq bo'lishi, qoniqmaslik, это все, конечно, послеродовые дела в основном. Даже o'zi tabiiy tug'ruq bilan tug'masa ham, kesarevo bo'lgan holatida ham qin kengayadi homilador ayolda. Sabab 9 oy головка ploda 33 santimetrlik narsa давить qilib turadi. Savol keldi. Truba operatsiyadan keyin qanchadan keyin homilaga harakat qilsa bo'ladi? Trubani восстановить qilgandan keyin 3 haftadan keyin уже keyingi hayzga, homiladorlikka harakat qilsa bo'ladi. Ovozim eshitilyapti ekanmi, so'rab ko'ring. Ovoz eshitilyaptimi? Добрый день, удачного дня всем. Кто-то... Rahmat. Спасибо. Qin plastika narxlari qanday deb yozish? Qin plastikasining narxlari индивидуально aniqlanadi. Дайте ручку, пожалуйста. Рубец не очень красивый был. Потому что супер. Все, мы тогда зашиваемся и закончим. Потому что я уберу, ладно. Я уже Qin plastikasi ikki xil turda bo'ladi. Временный holat, bitta tug'ruq. Временный holatdagisi bo'lishi mumkin, chunki